tumanidamiz. Sumbulajon sumbula, sen mening holim so'ra. Sumbulajon sumbula, sen mening holim so'ra. Holim zabun aylagan, o'sha sayra bulbula. Voy, Dubayga yetib oldikmi Dilfuza? Dubai ham popdan ko'chirganda. Ortimizda turgan bu joy Pop tumanidagi eng katta savdo markazlaridan biri hisoblanadi. Pop tumani 1926-yilda tashkil topgan bo'lib, kattaligi bo'yicha Namangan, balki vodiy bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Pop tumanida Uyg'ur, Marg'izor, Yangiyer, Yangiobod, Vodiy, G'urumsaroy, Pungon, Qirchin, Botir Bo'tka, Chig'anoq, Kenagaz, Beshsori, Navro'z, Iskobod, Sang, Qaynama, Xo'jaobod, To'da, Xalqobod, Orom, Drujba, Chorkesar, Madaniyat, Parda Tursun, Ko'rnos, Xonobod, Chodak kabi qishloqlar bor. Bu yer Pop tumanidagi Hazrati Umar Bob Farg'oniyning muqaddas joyi hisoblanadi. Chodak, Sang, Xonobod hamda Hazrati Bob qishloqlari Pop tumanining eng yirik qishloqlaridan hisoblanadi. Dilfuza, kemada sayohat qilmoqchimidingiz? Ha. Mana sizga katta kema. Qoyili, bu Pop, Chust hamda Mingbuloq tumanlarini o'zaro bog'lovchi parom hisoblanar ekan. Siz buni bilarmidingiz? Ma'lumot o'rnida paromdan o'tish narxlari mana shu doskada belgilab qo'yilgan ekan. Qaranglar, hattoki mol qo'ylargacha olib o'tish mumkin ekan. Narxi 5000 ekan. Sizniki 3000 so'm bo'pti. Qanaqasiga? Ha, piyodalarni o'tish 3000 so'm ekanda. Gurjon Pop tumani nimasi bilan mashhur? Menimcha, patirlari, Chodakdagi dam olish maskanlari bilan bo'lsa kerak. Undan tashqari oltinlari bilan ham, chunki eng toza va sifatli oltinlar aynan shu tumandagi oltin kondan chiqadi. Yo'q. Popliklar tumaningiz haqida aytilmagan yana qanday ma'lumotlar qoldi? Izohlarda yozib qoldiring va bu videoni poplik yaqinlaringizga yuborib qo'ying.